Assalomu alaykum qadrli obunachilarim. Bugun sizlarga shunaqa nejniy diademani yasalish jarayonini o'rgataman. Buning uchun bizga keligimiz aprovadosh, ramsim va 05 razmerdagi sim kerak bo'ladi. Simimizni boshga mo'ljallab yasab oldim va vitrajning ko'zini yopishtirib, keyin shoxchalarni o'rab chiqdim. Endi esa toshni yopishtirib chiqamiz. Menga obuna bo'lib, like bosib ketishni unutmang. Mana diademamiz tayyor.